Harbiy xizmat majburiyatmi yoki zarurat? O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunning 4-moddasida har bir fuqaro, jumladan yoshlar ham harbiy xizmatni o'tashi lozimligi belgilangan. Garchi qonunda uyushmagan yoshlar tushunchasi alohida tilga olinmagan. Xo'sh, jahon tajribasida qanday? Janubiy Koreyada 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklar harbiy xizmatga jalb qilinadi va ayrim sabablarga ko'ra kechiktirilishi yoki ozod etilishi mumkin. Harbiy xizmatning muddati armiyada 18 oy, dengiz flotida 20 oy va havo kuchlarida 21 oyni tashkil etadi. U yerda siz yoki harbiy xizmatni tanlashingiz yoki ijtimoiy yordamdan tibbiyot, jamoat xizmatlari, qamoqxona yoki boshqa ijtimoiy sohalarda ma'lum bir muddat ishlab berishingiz talab qilinadi. Qiziqarli fakt: Shveysariyada ayollar uchun hech qachon harbiy xizmat majburiyati bo'lmagan, ammo shveysariyalik ayollar harbiy xizmatga ko'ngilli bo'lishlari mumkin ekan. Shveysariyada majburiy harbiy xizmatning maksimal muddati erkaklar uchun 36 oy va ayollar uchun 24 oy etib belgilanadi. Muqobil variant soliq to'lash yoki ijtimoiy sohaga jalb qilinish. Uyushmagan yoshlarni harbiy xizmatga jalb qilish masalasi hamon dolzarbligicha qolmoqda. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.